Hamma kirib oldi menimcha. Xo'p, hammaga rahmat. Birinchi o'rinda darsliklarni oxirigacha ko'rayotganlarga bir nechta kishini ko'raman. Bu yerda qayta Yushan orasida ham dars qilamizmi ustoz deb so'raganlar ham bo'ldi. Kattakon rahmat. Dars yoqqan bo'lsa xursandman. Darsni qadriga yetayotganlarga ham katta rahmat. Xo'p, endi yaxshi yangiliklarga o'tamiz. Xo'p, eng yaxshi yangiliklardan biri uy oldim. Alhamdulillah. Eng katta orzularimdan bittasiga erishdim. Chunki Toshkentga kelganimda bir tinchsiz kelgan bo'laman. Alhamdulillah. Allohning yetkazganiga shukr. Harakat qildik, natija bo'ldi. Ma'qulim deb bersa erta kech yo'q beradi. Trading bu shunchaki sababchi. Shu narsaga bo'lishimga yo'l bir o'shanga erishishim uchun yaratilgan yo'l. O'sha yo'ldan to'g'ri yurishni o'rgandim. Islagim ulashyapman. O'zi bepul deb ataganimning sababi ham shu edi. Maqsadim shu hammaga bepul o'rgatib olishni tezroq shu uyli joyli bo'lsam, ilohim hammani bir duosini olaman deb bepul o'rgatish niyat bor edi. Vot. Alhamdulillah oldik. Yetkazganiga shukr. Xo'p. Rahmat kattakon. Rahmat. Ilohim sizlarga zo'rlar nasib qilsin ilohim sizlarga. Shuni rahmat aka. Shuni ishlar bilan notarius yurib, to'g'risi rosa chiqib uyga kelib savdoyim bunaqa zo'r bo'lmayotdi. Signaldan bera olmadim, darsdan o'ta olmadim. Oxirigacha kutganlarga kattakon rahmat. Shunaqa gaplar, shunaqa yangiliklar. Endi bugungi mavzuga qaytamiz. Bugungi mavzu hammamizni shu yerga yig'ilishimizga asosiy sabab. Lekin AlexG nimalardan foydalanadi? Va o'zining strategiyasi nimadan iboratligini biz bugun ko'rib chiqamiz. Va sizlarga men tushuntirib beraman. Xo'p, qaranglar. Men darslarning boshida esingizda bo'lsa faqat valyutada savdo qilaylik deb aytgandim. Sababi ham shundan iborat ediki, bugun mana bu joyda shundoq o'tkazvordim, kooperativda sellarni boshlagandim. Bezubitga qilib qo'ydim, shundoq o'tib soyasi bezubitga oqib ketibdi-da. Voy, shunaqa alam qildi, biluvdim tashashini. Bunaqa oqadi o'ylamadim-da. Zo'r kirgandim kooperativda, keyin hamma deb qo'ydim. Bunaqa katta emas, o'zi 200 pipskina, lekin tilida bunaqa yursa, 1000-2000 pips bo'lib ketib qoladi. Xo'p, qaranglar. Valyutalarda qanday ishlaymiz? Ya'ni bir kunlik o'tkazamiz. Asosiy bozor направлениясini ko'ra olamiz. Bizning holatda bu britanskiy funtni Yapon yenasiga nisbatan eng yaxshi topoviy valyuta juftliklaridan biri. Juda ham ko'p treyderlar bundan foydalanadi. Men o'zim juda ham ko'p foydalanaman, yaxshi vaziyat beradi. Xo'p, qaranglar. Asosiy trend harakatini belgilab olaman. Esingizda bo'lsa, bu birinchi darsimizda, adashmasam, trend harakat darsigimizda. Trend harakat darsigimizni belgilab olamiz. Men AlexG strategiyasini sal ozgincha mukammalroq qildim, to есть yaxshiroq qilishga harakat qildim. Sabrini tushuntirib beraman, nima uchunligini. Esingizda bo'lsa aytgandim, har bir trend harakatni biz bitta liniya orqali emas, buni biz shunchaki hudud sifatida foydalansak bo'ladi degandim. Bu narsani menga hatto ustozim ham aytgan edi. Bu narsadan men haligacha foydalanaman. Sababi oddiy. Nima uchun hududlar aynan hudud deb ataladi? Nima uchun aynan bir dona liniya emas? Sababi bozor taqribiy holatdagi zonadan qaytadi. Aniq bir narxdan emas, taqribiy narxdan qaytadi. Shuning uchun ham приблизительно, ya'ni taqriban mana shu zonalardan degan fikrni olamiz. Da? Vot. Hozirgi treyderlar e'tibor bergan bo'lsanglar, agarda signal bergan bo'lsa, deylik 20 va 25 zona sell zona desa, 25 ga bozor 26-27 ga chiqib, qaytib pastga tushsa, 18 gacha, ular 25 dan hisoblab plus 70 pips deydi. To'g'rimi? Chunki 25 dan hisoblasak 18 gacha 18 qilib qo'y.
To'g'ri, 70 pips bo'ladi. Lekin 20 dan kirganlarcha, 20 zonasidan kirilgan zonachi. Tushunasizlarmi? Mana shu ularni menimcha xatosi deb o'ylayman. E'tibor bergan bo'lsanglar, men aytaman, mana bu yerdan kirganimiz mana buncha yurdi deb. Nimaga? Chunki men o'zim ham kiraman-da. Men real shotimda savdo qilaman, men ham minus bo'laman. Sizlar bizda o'tirgan vaqtda men ham minus bo'laman. Chunki signal berman o'zim bu hudud katta hudud boradi. Oldin aytganman, bir narsani kim e'tibor berib o'rgangan bo'lsa, oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsa, vaqtida alohida mavzu ishlab tushuntirib berganman nimaligini. Xo'p, endi mana buni yarmi GBP foyda. Men приблизительно asosiy hududlarni belgilab oldim, faqat ikkita shamga asoslangan holatda. Bu meni sell zonam. Bu nima degani? Agarda bozor shu yerga kelsa, mana shu yerdan sell olish ehtimolim balandroq bo'ladi degani. Shundaylar mana bu yergacha yoki buni polni yechilishigacha masalan. Da, вот. Endi aynan shuni razlitsasini ko'radigan bo'lsak, qaranglar, mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa bor yo'q 63.9 pips. Lekin oltinda bu katta zonaga aylanadi. Va endi strategiyaga qaytamiz. Strategiya nimadan iborat? Biz asosiy hududni belgiladik. Biz trend harakatini belgiladik-da. Bir kunlikda trend harakat. Va bir kunlikda ko'rayotgan hududlarimizni belgilaymiz. Sizlarga o'rgatganday qilib belgilasanglar bo'ladi. Uni вообще xato kamchilik bo'ladi deganmiz. Mana buni olib qo'ysak bo'ladi. Mana приблизительный hududimiz bizani o'rta holatdagi lokalniy oblast sifatida ko'rsak bo'ladi buni va bundan tashqari mana buni maksimumi menga qiziq, mana buni maksimumi menga qiziq. Xo'p, endi buni maksimumni olamiz. Nimaga buni maksimumni olamiz? Xo'p, nima uchun ikkalasidan maksimumlarni soyasidan oldim. Qoida bo'yicha biz tanasidan ham priblizitivni olsak bo'lardi-ku, to'g'rimi? Lekin men shunchaki soyadan oldim. Sababi biz D1da analiz qilamiz. Bu bir kunlik time frame degani. Biz mana bunday qilib olsak, masalan, bu bir kunchilik holat bo'yicha e'tibor bering, mana buni uchi va buni uchi mana bu holatlarda qanday ideal ishlab bergan. Sizlar ko'ryapti degan umidman, unga qanday ideal ishlab beryapti. Ko'rasam bir necha marta reaksiyadan. Tim bo'li bu bir kunlikda. Endi men buni 4 soatlikka o'tkazaman. Xo'p, endi bizga mana bu narsa muhim. Xo'p. Bu bizning lokalniy oblastimiz. Men hududlarni belgilab oldim. Trend harakatini belgilab oldim. Endi diqqat bilan kuzatamiz mana shu joyda. Bozor asosiy holat bo'yicha, asosiy harakat bo'yicha mana bunaqa holatda yurdi, to'g'rimi? Mana buzilyapti. Bu oddiy harakat, masalan, trend harakati deb hisoblasak bo'ladi. Endi agar shu holat bo'yicha biz qarasak, biz mana buni aynan mana bu nuqtani maksimumini buy side liquidity, ya'ni kim oxirgi maksimum deb hisoblasak, ushbu maksimum yechildi. Atkat bo'ldi. Uni minimum mana bu yerdan bo'lgan, to'g'rimi? Mana uni minimum. Va ushbu minimumdan reaksiya mana bu maksimumgacha kelgan. To'g'rimi? U maksimumni biz mana bu yerdan belgilasak bo'ladi. Va uni ham biz mana bunday holatda maksimum deb belgilab qo'yamiz. Men har bittasini detallab tushuntirib beraman sizlarga, ya'ni ham tushunarliroq bo'lishligi uchun. Va shu holatda bozor harakatlandi. Nimaga men buni maksimum va buni minimum deb olmadim? Chunki mana bu minimum va mana bu maksimum ichidagi harakat mana bu harakatlar bo'ladi.
Bu ideal holat, normal holat, bu xato emas. Biz prosta taqribiy holatda mana buni maksimum deb olsak, bundan keyin minimum, maksimum, minimum yana maksimum hosil bo'lishi kerak, to'g'rimi? Trend harakatimiz bo'yicha xuddi shunaqa harakat bo'lishi kerak. Bu qanaqa ko'rinishga bo'lyapti? Bu bunday kelyapti, bunday bo'lyapti, bunday bo'lib, xuddi shunday ketyapti. To'g'ri? Mana bu harakatlar prosta buni ichi. Bu harakatlar prosta buni ichi. Vot. Endi asosiy hududlarni belgiladim, to'g'rimi? Va agarda savdoga kirmoqchi bo'lsa, bitta bitim ochiladi, bitta stop loss va bitta take profit. Bu qanday holatda bo'ladi? Bozor impulsiv harakat qildi. Impulsiv harakatdan keyin откат bo'ldi. Bu 4 soatlikda bo'ldi. Endi bozor hozirgi holat bo'yicha premium discount ichida, ya'ni kim oxirgi maksimum va oxirgi minimum ichida turibdi. Biz bemalol qo'rqmasdan ushbu holatlarni mana belgilab qo'ysam buni ham, da minimum sifatida ko'rib, xuddi shunday holatda belgilab qo'yib, 1 soatlikka o'tsam, menga zonalarni ko'rsatib beradi. Keladi, mana shuni back-up teshiklik kattalashib ketyapti bo'lgan sari. Xo'p, mana bunday holatga keladi. Endi men priblizitilni mana bu maksimum va bu minimum ichidan olgan holatda, da tag qilamizda. Mana 0.5 bo'lsa, premium discount sonlarini aniqlab oldik, tipa. Xo'p, endi bularning orasidan agarda bozor pastga harakatlanayotgan bo'lsa, oxirgi maksimum va minimum ichidagi 0.5 nuqtani yuqori qismidan biz o'zimizga bozor yana pastga ketishi uchun model izlaymiz. Agarda aksincha bo'lsa, bozor pastdan yuqoriga qarab harakatlanayotgan bo'lsa va bozor 0.5 nuqtagacha kelsa, shunda 0.5 nuqtani pastrog'idan biz o'zimizga yuqoriga ketishga model izlaymiz. Xuddi shu holatda teskarisi bo'ladi. Tushunmaganlar uchun hozir pastga ketishi bo'yicha bitta tushuntirib beraman. Demak, ya'ni mana bu maksimum, bu minimum. Men shunchaki maksimum minimum 0.5 ni bilib oldim. Va 0.5 ni yuqori qismidan men aynan 0.5 da o'zida ham bo'lishi mumkin FVD yoki imbalans deyiladi, to'g'rimi? Bu qadar alohida mavzu bor. Yuqori qismidan yashirin order blok da qilamiz. Yashirin order blok yoki yashirin order blok yoki FVG topishim kerak. 1 soatlikda bu narsa yo'q. Prosta biz 1 soatlikda 1 soat 0.5 tepasida yo'q. 15 minutlikka o'taman. 15 minutlikda shunda har bitta shamdon ichi ochiladi menga. Va mana bu yerda bizda FVG bor. Va FVG'mizda tepasidagi shamdon soyasi bor. Aynan shu shamdon soyasi esingizda bo'lsa, hozir bir kunlikda men belgilab qo'ygandim. Xuddi o'sha tema bo'lyapti. Eski darslarimda ko'p chiqsanglar tushunasizlar. Odatda soyani men 0.5 dan olaman o'zim uchun, o'zimga zonada. Va mana bunday holatda bo'ladi. Mana bunday holatda ishlatsanglar bo'ladi. Hop, mana bu yergacha. Birinchidan men shu narsani ko'rdim. Ikkinchidan men ko'rgan narsam bu galoplicha holat edi. Va doim bozor qayergadir ketishidan oldin bitta impuls tashlab holatda soya qoldiradi. Bizda ham xuddi shunday holat bo'ldi va mana bu holat bo'yicha trend buzildi. Kichkina trend bo'yicha. To есть bu harakat anaqa bo'yicha clean deb ataladi. Pattern sifatida ko'radigan bo'lsak, clean pattern hosil qildi va bozor sekin pastga qarab tashladi impuls bilan. Ideal holat. Men sel olishni boshladim, stop qo'ydim, stopimni olib yana pastga tushib ketdi. Keyin qaytib kirmadim. Stopni olganini bilganim yo'q, stopni olmasa kerak deb o'yladim. Chunki men bu yerga kirgan bo'lsam, stopni o'zini tepasiga qo'yib qo'ydim, shuni hisobiga bitta kelib olib ketgan. Keyin shu bilan kirmadim, lekin ideal yo'l bergan. Endi biz bozorning ichigacha hamma joyini ko'rdik va o'zimizga kerakli zonalarni tanlab olib kirganimizdan keyin e'tibor beringlar. Stop lossimiz 19.7 pips, mana 19.7 pips, take profitimiz 145 pips. Bizda risk rewardimiz 1 ga 7 bo'lyapti. Tushundinglar? Ya'ni riskimizga nisbatan 7 barobar ko'p foyda qilishimiz mumkin edi. Va xuddi shu holatda yurdi. Endi Alexi nima uchun katta foyda qiladi? Birinchi o'rinda kattaroq hisob raqam bor. Birinchi o'rinda bu hisob raqam. U qanday holatda bo'ladi? Yoki prop
yoki kattaroq summa tashiydida undan voz kechadi. Bu 10 ming yoki 20 ming atrofida bo'ladi. O'shandan shunda voz kechib kiradi. Va valyutalarda bo'lganligi uchun uni lotlariga diqqatini e'tibor bersangiz, eng kami 1 lot bo'ladi. 5 lot. Joyiga esa 10 lot ochilgan joylari ham bo'ladi. Sababi balans ko'taradi. Valyutada teng-bo'li ko'taradi. Va operatsionni holatda stop loss bor. Aytaylik, siz 1 lotda kirganingizda ham minimal masalan, albatta kirganingizda ham bu 19 pips $197 minusda bo'lar deydi. Tushunasizmi? $197 minusda bo'lar deydi, stoplarni ursa. Take profitlarni urgandan keyin bu $1453 foyda bo'ladi. Endi u 10 lot kirganda xuddi shu narsani 10 barobar ko'prog'i bo'ladi degan. Ya'ni $1970 minus bo'ladi stop urilsa, take profit urilgandan keyin $14530. Tushunasizmi? Xuddi shu holat bo'ladi. Shuning uchun ham valyutada katta kiradi, yaxshiroq vaziyat kutiladi va kiriladi. Xo'p. Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Uni e'tibor beradigan trend harakat, hammasini chizib ko'rak joylarni oladi va hudud. Bularning orasiga men sizlarga premium diskant zonalarini ko'rsatdim. Ya'ni premium diskant zonalarining yaxshi anaqasi bu 0.5 dan yuqorisidan biz qo'shimcha FB'ga yashirin order block, masalan, secret OB, yashirin order block yoki bo'lmasa FIBO tortib o'zingizga doполнительный informatsiya topa olsanglar bo'ladi. Men bitta narsani bugun просто GBPJP'da ko'rganim uchun GBPJP'da ko'rsatdim. Keyin GBPUSDga o'tamiz. GBPUSni men hali qilganim yo'q, ko'rganim yo'q. Mana ketgan qaranglar. Belgilangan zonamizgacha kelgan. Nimaga? Chunki bitta hudud bor, to'g'rimi? Lekin o'sha zonamizdan e'tibor berib pastga tushgan. Demakki, likvidlarni yechib chiqqan. Faqatgina biz ko'rmaganmiz bu narsani, qolganlar ko'rgan, shu uchun bitgacha yechib keyin chiqqan. Xo'p. Zamometni ko'pincha hammasi stop qo'yadi, o'sha yergacha stop yechib keyin ketgan ekan. Xo'p, endi qaranglar. GPU'dan bittani qo'ramiz edi, so'rtib ko'ramiz. Nimaga tepaga ketadi degandim men. Mana shu o'zini qaytaray. Qaranglar. Trend harakatimiz bor. To'g'rimi? Trend harakatimiz buzildi, qaytib kirdi, yana buzildi va retestga kelish kerak edi. Retest kelish jarayonida bizga qayerdan retest qilishi muhim edi. Shuning uchun ham aynan mana bu yer belgilangan. Boarding box sifatida belgilangan. Demak, agarda biz bunday holatda shuni belgilab qo'ysak, stop lossimizni o'ziga qo'ysak va take profitimizni kamida mana bu yergacha qo'ysak, mana bu yerda belgilangan ekan. Mana bu yerda qo'ysak, risk rewardimiz 4 bot. Ya'ni 1 ga 4 bot. 70 pips stop lossimiz, 295 pips take profitimiz bo'ladi. Bir lotda $700 va $2957 bo'ladi degan. Agar foydaga yursa. Xuddi shu holat bo'lar edi. Ammo bizning holatda e'tibor beringlar, stop urgan. Valyutada o'rtacha 0.10, 0.50, 1 lot bemalol kirsanglar bo'ladi. Spokojно sinadi. Chunki anaqa sezilarli bo'lmaydi mana bu anaqa. Ammo bunaqa harakatsiz tillarda kiringlar, u shimirib o'tib ketadi. Chunki kuniga kami 1000-2000 yuradi. Xo'p, trend harakat aniqladik. Bizni stop oldi, to'g'rimi? Stopdan keyin yana men nima qilgan bo'lardim? Mana maksimumni belgilayman. Asosiy qilishim kerak bo'lgan narsalardan bittasi shu. Maksimum belgilanadi. Trend harakat belgilanadi. Mana ketyapti, to'g'rimi? Mana ketyapti. Trend buzildi, to'g'rimi? Trend buzildimi? Trend buzilishidan o'sha oson bo'lar edi. Va u holatda agar ishlaganimda men qanday qilgan bo'lardim? Mana bunday holatda yana qaytib qo'shilgan bo'lardim. 50 pips stop lossimiz, take profitimiz hali ham o'sha o'zgarmaydi. 336 pipsga o'zgaradi faqat take profitimiz hisobimiz. O'tgan manbadan kirdik. Endi manba pastroqdan kirdik bo'ladi. Xo'p, nimaga aynan mana bu yerga qo'ydim? Mana bu yerga qo'ydim. Sababi e'tibor beringlar, trend harakat ketyaptimi? Trend harakat ketayotgan joyda mana shu yer o'zidan atkat olib yana ketishni boshladi. Va shu yerdan qo'shilib oldik, trend buzilganligi uchun keyingi shamdordan qo'shilib oldik. Siz agar buni 1 soatlikda ko'rsangiz, yana yasliroq bo'ladi. E'tibor bering, shamdorlar ketma-ketlik bo'lyapti, demak atkat bo'lish ehtimoli bor. Mana shu yerdan kirishni boshlaganingizda ham stop lossiz mana bu qo'ygan taqdirda pastroqqa kelsa, mana bu yerda yana qo'shilgan bo'larsiz. Masalan, men shu qilgan bo'lardim, qo'shardim yana. Va shu yerdan tepaga oldi. Xo'p, trend harakat
kirish uchun sabab bormi yo'qmi albatta bitta ko'ramiz. Bizga kirish uchun sabab mana bu soyasi bo'lyapti. Hop, yana taqribiy holatda mana buni ko'raman. Bo'ldi. Demak, kirish sababimiz sal teparoqda bo'lgan ekan. Mana kirish sababi sal teparoqda bo'lgan ekan, biz pastroqdan kirdik. Chunki biz teparoqda bo'lsa ulgurmasdik menimcha. Impuls bilan o'tgan mana, to'g'rimi? Ochila qoling endi, iltimos endi. Da, impuls bilan o'tgan ekan. Qaranglar, biz belgilagan joydan bitta tashlab soyasi bilan keyin ketgan ekan. M15 da. Xo'p, M15 da ichini ko'rish uchun va yana ham qo'shimcha tasdiq olish uchun kirishni maslahat beraman. Valyutalarda asosan 1 soatlik, tam 4 soatlik ko'rishinglar yaxshiroq, ko'rganinglar yaxshiroq bo'ladi. Lekin endi bittasidan ko'ringlar. Bizning take profitimiz qancha? 339 mi? Take profitimizgacha borgan vaqtga qaranglar. Ko'rasizlar qancha vaqtimiz ketgan bo'ladi. Masalan, shu yerdan kirgan taqdirimizda ham bugun yetib kelgan bo'ladi. 24 kun, 1 oyda yetib kelyapti. Lekin siz mana bu impuls vaqtni ham yopib olganingizda, qolgan vizibitkasini ushlab turganingizda, masalan, deylik 1 lot farzdan 0.7 ni yopib oldinglar, pashda 200 pips bo'lyapti, 187 pips bo'lyapti demak. 0.7 ni yopib oldinglar, 0.30 ni shunchaki oldinglar, vizibitka qilib qo'ydinglar. Invalidada shunaqa ishlanadi, vizibitka qilib ushlab o'tirasiz bo'ldi. Ujman bitib kelganda qolganini yopib olib, bozordan chiqib ketsanglar bo'ladi, masalasi yo'q. Unda kamroq vaqtingiz ketadi. Mana shu yerda o'zi chiqarganlardan 6 kun, pashda 1 hafta vaqtingiz ketgan bo'ladi. Xo'p, valyutalarda asosan e'tibor berishinglar kerak bo'lgan narsa. Trend, ularni buzilishi. Trend va ularning buzilishi. Trend va ularning buzilishi. Bizda mavzu bor. Boz choch degan. Buni hamma biladi, oddiy narsa, boz choch. O'sha narsani ko'rsanglar bo'ladi. Boz choch deganda men aynan oxirgi maksimum yoki minimallik bo'lishini aytmoqman. Trendlarni buzilishi aynan shu narsaga kiradi buning hisobda o'zi. Hudud eng asosiy narsalarimiz. Hududdan olganimiz yaxshiroq. Endi hududni o'ziga qaytaman. Boyatda boshladim, mana qilaman. Nima uchun hudud hamda belgilanadi bitta chizig'imiz? Chunki bu aytganda operasion joydan belgilanadi. Qaytadi, to'g'rimi? Hududning 3 xil holati bor. Buni oldin ham aytganman, yana aytib o'taman. Hududning 3 xil holati bor. Ya'ni bu hududning boshlanishi birinchi reaksiya. Aynan shu boshlanish joyi shu raqam sifatida 0 nuqta deb hisoblasak, boshlanish joyini 0 nuqtaga, hududdagi 0 nuqtaga yetar yetmasdan o'ziga tegib yoki ozgincha 0 nuqtaga kirib qaytish ehtimoli bo'ladi. Bu aynan 0 nuqtani o'zidan olinadigan reaksiya. Ikkinchi nuqta bu 0.5 nuqta, ya'ni 50%. 0.5 nuqtada ham xuddi mana shu qoida ishlaydi. 0.5 ga yetar yetmas va 0.5 ni o'zidan va 0.5 dan ozgina tepaga o'tdi. Qaranglar endi shu joyga. Bizda mana bunday holat bo'lyaptimi? 0 nuqtani ozgincha o'tib qaytadigan nuqtasi 0.5 ni yetar yetmas nuqtasidan bir xil bo'lib qolyapti. Bu ikkalasi bog'liq degani. Tushundinglar? Endi xuddi shu narsa tepaga ham qilyapti, o'xshayapti. Nima qilamiz? Tepaga ham o'xshayapti. Buni ham birinchi boshlanishi mana buni oxiriga bog'liq bo'lyapti. Ya'ni 0.5 dan ozgincha o'tar, o'tmasdan qaytishi mumkin. Bu nima degani? Endi sizlarga tushuntirib beraman. Bizda hudud bor. Hudud belgiladigan. Endi hududni mana bu 0 nuqtasi, 0.5 nuqtasi va 100 nuqtasi. Endi hudud agar biz bozor pastdan kelayotgan bo'lsa 0 nuqta pastda bo'ladi, tepadan kelayotgan bo'lsa 0 nuqta tepada bo'ladi. Xuddi o'sha narsa faqat joy o'zgaradi. Chunki pastdan kelsa уровень сопротивления, tepadan kelsa уровень поддержкаga xizmat qiladi. Bizda birinchi qoidaga amal qilyapti. Mana bu yerda, mana 0 nuqtadan o'zidan qaytyapti. O'zidan ozgincha yetayotmas qaytyapti, mana ozgincha yetayotmas qaytyapti. Da? Endi xuddi shu holat 3-chi qoidaga amal qilyapti. Ozgincha o'tib qaytyapti. 100 dan ozgincha o'tib qaytyapti.
Yetar etmas birinchi qoidamiz. Xuddi o'sha narsa bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Buzib o'tdi, retest qildi. Xo'p, endi bu hozir to'xtalib o'taman. Keyinchalik yana birinchi qoida xuddi o'sha narsa buzib o'tyapti. Uchinchi qoida, ikkinchi qoida mana o'rtadan tushundinglar? Uchinchi qoida ketdi. Xo'p, agarda buzib o'tsa-chi? Buzib o'tsa, ya'ni hududlarni, ma'lum bir hududni o'chirib tashlayman. Deylik. Mana bu hududdan ma'lum bir hududni buzib o'tdi va atkat qildi, to'g'rimi? Agar shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, bizning kuchimiz kerak bo'lgan narsa mana shu maksimumni yangilanishi. Bu holat qanday bo'ladi? Bozor atkat qildimi, sekin-sekin yurib mana shu maksimumni yangilab qo'yadi. Mana shu yangilagan vaqtidan siz davom etishga ishlasangiz bo'ladi. Xolasangiz ozgina harakatini kutib, harakatda ishlasangiz bo'ladi. Chunki har bitta trend harakatning o'zining harakati bor, to'g'rimi? Mana shu harakatga ushlasangiz bo'ladi. Ba'zida harakat qilmasdan ham ketib qolish mumkin. Bunday holatga kelib, nima qoladi. Ba'zi shu holat ham bo'ladi. Shuning uchun ham buzilgandan sirasi kiraversanglar bo'ladi. Unaqasi yo'q, sal harakat qilsa, keyin qo'shimcha qilasiz, baribir stop lossingiz bo'ladi. Vot. Hududlarni mana shu aniqlaysizlar. Hududlarning foydali tomoni ham shunda. Endi xuddi shu narsa trendlarda ham ishlatsak bo'ladi. Ya'ni trend harakatlarida. Uni qanday qilamiz? Deylik. Men bitta tortamiz ham. Bunday qildim. Men menga tekkizib tortyapman. Men tekkizib tortdim. Uchalasiga ham tegdi. Shunda olaman. Bizning holat bo'yicha. Klon qildim. Bunday qildim. Bo'ldi, hudud qildim. Endi mana hududni 3-qoidasi, 2-qoidasi da mana bu 1-qoidasi yetar etmasdan, bu ham ozgincha 1-qoidasiga taalluqli, unaqa yaqin kelmagan. 3-qoidasi xuddi shu holat buzib, atkat qilib, xuddi shu holat bo'lib, yana chiqib, endi bu 0 bo'ldi, bu 3-qoidasi bo'ldi. Keldi mana bu 2-qoidasi, xuddi o'sha narsa qaytib ketyapti. Tushundinglar? Bu narsani trendlarda ham ishlatsanglar bo'ladi. Chunki esingizda bo'lsa aytganim, trendlarda biz bitta emas, ikkita qilib tortsak bo'ladi, shtobi u yerni ham hudud sifatida belgilab olishligimiz uchun. Alexina asosiy sekreti, ya'ni sababi kiradigan joylarning sababi nimadan iborat ekan? U shunchaki analiz qiladi va o'sha joyda tutadi. Va faqatgina valyutada savdo qiladi. Va katta lot ochadi-da, o'shani kutib o'tiradi. Demak, u qanday holat bo'ladi? Mana trend harakatimiz. Oddiy misol, oddiy qilib ko'rsataman. Trend harakatimiz, oddiy trend harakat. Mana shunda o'zim ba'zida adashib ketganman boshida. Endi biz buni qanday ishlatsak bo'ladi? Esingizda bo'lsa aytganim, bir nechta trend harakat tortib, bu klassik oddiy qoidasi. Mana bunday holatda bozor harakati kuchini bilolsak bo'ladi. Endi agar bozor mana shu holat bo'lsa, agar bozor mana shuni o'zida kelib, ozgincha pastga yurishni boshlasa, skoriy всего pastga ketish ehtimoli balandroq bo'ladi. Chunki men bitib o'tib, ozgincha yurib yana dash tepaga ketsa, skoriy всего mana buni ichiga kirmoqchi. Mana shu trend harakatlari ichiga kirmoqchi. Chunki agarda ikkita trend harakat mana bunday holatda bo'lsa va ushbu harakatni bittasini qaysi tomonga buzib o'tsa, o'sha tomonga ketish ehtimoli balandroq bo'ladi. Voy. Maqsad aniq. Bizda hudud bor. Mana bunday holatdagi hudud hozirda. Mana shu hudud orqali ham bozor nima qilish mumkin? Tepaga ketishi mumkin. Agar men shu hududdan kirish niyatim bo'lganda va kiradigan bo'lsam, hozir kirgan bo'lardim. Hozir turgan joyi, voy adashib ketdim bunisi ekan. Mana hozir turgan joyi stop loss mana bu yerda 1 soatlikda yevro dollarga stop loss 6,5 pips ko'rasizlar. Take profit mana tanasigacha 30 pips. Endi 6 pips $60 bir lotda. 10 lot ochsa $650 risk qilgan bo'ladi. Lekin 30 pipsga $3000 foyda bo'ladi degan. Tushunasizlarmi? Risk reverda 1 ga 4 ga teng. Va yevro dollar yaxshi yurib beradi ba'zi hollarda shu uchun. Kirdi bu. Endi M15 ga o'tamiz. Yana ham ichini ko'rish uchun. Qaranglar, xuddi shu joyga yana ham ichidan biz tasdiq olishimiz uchun nimalar kerak? Mana bu yerda shamdollar ketma-ketga bor. Nima edi? Engulfing shamdoni. Ko'rib turibsizlar? Mana bu uni stop loss deb hisoblasak, da yana ham tasdiq olishimiz uchun shunchaki kirmaymiz-da, shotdan shunchaki kirmaymiz-da. M15 da biz engulfingni topdik, zonalarni belgilab oldik va M5 ga o'tamiz.
M5 ga o'tamiz. Zona скопления bo'lgan. E'tibor berasizlar, zona скопления, ya'ni tiqilish bo'lib qoldi. Endi bundoq trend harakat tortsak, tepaga ketish ehtimoli bor. Yana ham riskni kamroq qilmoqchi bo'lsanglar, shunda olasizlar. Bir lotkani shundoq kirdinglar, stopinglarni mana bu yerga qo'ygan taqdiringlarda ham, da, imamni ichirishiga qo'ysanglar bo'ladi. Bu boshlanishiga. Stopimiz 1,5 pips. Spread o'zi ham olib qo'yadi, buni olib qarasa bor, lekin temperaturamiz 10 pips bo'ldi. Ammo bizga tasdiqni aynan mana bu olib beradi. Bozor dash tepaga ketishi uchun nima bo'lish kerak qoidamiz bo'yicha? Boschoch qoidasi bo'yicha oxirgi maksimum yangilanib ketish kerak. To'g'rimi? M5 da yevro dollarda mana shu narsa bo'lish kerak. Mana bu yerdan kirish sal nerealni bo'lib qoladi, to'g'risi. Stop qo'ymasdan kirganingiz yaxshiroq, chunki stop qo'ysangiz lutchi momentga bo'lib qo'yganinglar yaxshiroq. 6 pips tinchganida, masalan. No, hozir emas. Aynan mana bu yangilangandan keyin atkatdan bayga kirgan yaxshiroq. Yana ham tasdiq olishimiz uchun. Chunki bizda mana bunday holat bo'lyapti. Bosilay. Mana bu narsaga qaranglar. Mana bu maksimumidan mana bu ham reaksiya oldi. Bu yetar etmasdan qaytyapti. Скорее всего, buzish mumkin. Umumiy hisobda bitta 3 burchakcha hosil bo'ldi, e'tibor beringlar. Shu uchun lutchi variant oxirgi yaratilgan maksimumni yangilagandan keyinga kirgan yaxshiroq. Xuddi shunday tasdiq olgandan keyin kiradi. Alexchiga masalan mana shu narsani ko'rdim. Juda ko'p hollarda tarixda bitta narsani ko'rib qoldim men kirganida, qanday holatda bo'ldi? Bozor pastga tushib ketyapti-da. Shunda pastga tushib ketayotgan joyidan trend tortyapti. Oxirgi mana holatdagi trend tortyapti, buzilyapti. Trend buzilishidan sirasi kiryapti. Deylik. Mana holat adashib ketmayapti. Mana ikonkalar уже meni adashtiryapti, oldingida emas. Shunda kiryapti mana. Stop-loss qo'ydi. Take profit oxir trend tortgan joyga chiqib qo'ydi. 1 gig risk bo'ldi. Spokойно ishlayapti. Chunki katta lot kirganingizdan keyin 10 pips ham yaxshi bilinadi-da. Bo'l. Baribir u yevro dollarga kirsa kattaroq kiradi. O'sha narsaga e'tibor berdim. Katta 20 lot, 50 lot ochgan joylarini ham ko'rdim yevro dollarda, darslik vaqtlari. Eng kami 10 pipsdan 20-30 pipsga ushlab beradi. Deylik 20 pipsiz ham bir lotda, masalan 10 pipsiz bir lotda 100 dollar bo'lsa, 20 pipsiz 200 dollar bo'ladi. Endi tasavvur qiling, 50 pips kirganda qanaqa summa bo'lib ketib qoladi. Chunki bu aytganda prop yoki kattaroq summa bo'lsa, bemalol bunaqa narsa qilsangizlar bo'ladi. Bu aytganda minimum yangilandi. Xuddi o'sha holat. Minimum yangilandi. Chunki M5 dan ham bitta nima bor? Engulfing bor bo'pti ham. Engulfing transfer bo'pti. Agar mana bu yerdan kirsanglar, вообще ham nima so'rayapsan? So'zlar bor ekan. Shu yerdan kirsammikan, o'zim limit qo'yib bor yo'q, uch pips ekan. Ko'rinmari bor. Hop 5 minutlikda mayli, bay uchun qaysi sistema ko'rdik. 1 soatlikdachi. Qornelar, buncha odam ko'pda efirda. Qandaysiz? Tinchmi? Charchamayapsizmi? Kimga kerak, o'zingiz kerak odamlar kirganda. Baxay, nima bo'lyapti? Tak. San nima qilib uyga o'tiribsan, G'ayrat? Nima qilyapsan? Oktagonga borsam bo'lmaydimi? Katta jang bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Katta jang bo'lyapti oktagonga. Ya'ni menga pul tomonlama foydasi bo'lmaydigan joylarga qo'shib yeyman. Ekspert tomoni davosi. Hech qachon. Hech qachon. Voy, kirsakim. Shunaqa. Savolinglar bo'lsa so'ringlar, kimda qanday savol bor? O'tgan mavzu bo'yicha bemalol mikrofonni yoqinglar. Savollarga javob berish ham bepul, savol so'rash ham bepul. Bepullik qilib qo'ying. Bo'ribek Ashurov chiqib ketdimi deysiz? Sizga do'st bergandim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Mana 05 zona deyapsiz-ku. O'sha bosh choch bo'lgandan keyin 05 zonada ishlashligi necha foizga to'g'ri keladi? Yaxshi savol. Qarang, 05 zona ishlashi uchun bizga, masalan, mana bunday holat bo'lishi kerak. Bizning masalan, yevro dollar xuddi mana shu holatda M5 da ko'rib turgan narsa.
Demak, biz ko'rib turibmiz, trend harakatimiz bor, to'g'rimi? Trend harakatimiz bor. Trend harakatimiz bo'yicha oxirgi minimum mana bu, oxirgi maksimum mana bu. Maksimumimiz yangilandi, maksimumimiz yangilandi. Endi, скорее всего, men buy kutaman, chunki men bu yerda zona скопления bo'lib qoldi. Haligacha bozor ketgani yo'q, demak, oxirgi minimum mana bu. Oxirgi minimum mana bu. Hali bozor lekin tepaga ketgan yo'q, просто zona скопления bo'lib qoldi, lekin oxirgi minimum mana bu yerda. Mana shu holatdan maksimum bilan minimumga tortsam, mana bunday holatda 0.5 zona bo'ladi. Demak, 0.5 zonani o'zi yoki tepasida bo'lishi kerak. Скорее всего, teparoqda bo'lsa yaxshiroq, lekin o'zidan reaksiya olsa, u вообще ham zo'r. Nimaga? Agarda 0.5 zonadan yana ham teparoqqa chiqsa, bundan oldin trend harakat yuqoriga bo'lgan, shunchaki trendni mana bu yerdagi odamlar mana bu yerdan retest qildi va selga kiradi degan fikrda hamma sel olish boshlaydi-yu, aynan ularning likvidnessini yig'ish maqsadida ham xuddi shunaqa holat yana tepaga chiqib ketib qolishi mumkin. Mana shu tepaga ketib qoladi. Tepaga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun 0.5 zonadan qidirganim yaxshiroq bo'ladi. Mani holatimda mana bu yerda soya bor. Soyani 0.5i bor va 0.5 ning tepasi bor. Приблизительно 0.5 ning tepasi nametga to'g'ri keladi. Men mana bu shamdon soyasini aytyapman. Va uni tanasiga tegib turgan joy va mana bu shamdonimiz bor. Aynan o'sha joydan teparog'i menga nima bo'lyapti? Hudud bo'lib xizmat qilyapti. E'tibor beringlar, men lokalniy obis bor. Demak, скорее всего, men shu yerga kelsa kirganim yaxshiroq selga. Va u yerga kelguncha maksimal tarzda o'sha borguncha mana bu trend liniyani buzmasdan kirsa, juda ham yaxshi bo'ladi. O'sha holatda dalshi masalaga kirsam bo'ladi. Agar aksincha trendimiz kirib qo'ysa ichkariga, lutchi variant bu zonamizni skip qilganimiz yaxshiroq, ya'ni o'tkazib yuborganimiz yaxshiroq. O'xshash stavkasi qanday bo'ladi? O'xshash stavkasi endi aynan kelib chiqadigan vaziyatga bog'liq-da. Vaziyatimiz ishlashi ham mumkin, vaziyatimiz ishlamasligi ham mumkin. Xo'p, hozircha men mana bu maksimum yechilishini kutaman endi. Undan oldin buni kutmoqchi edim. Buni olib qarasak, bu mana bu asosiy trend, kichkina trendcha hisoblasak, mana bu asosiy maksimumcha bo'lyapti bizga. Kichik maksimumcha. To есть qanday bo'ladi? O'tdi, atkat, buy. Atak buzilgan vaqtda ham buy kirsak bo'ladi, chunki yevro dollarda unaqa katta razница bo'lmaydi-da. Bunday qilsak, bunday qilsak, masalan, 5 pips. Bitta spread-da. Shunday. Xo'p, yana qanday savolingiz bor? Kimda qanday savol bor? O'zingizni shotingizdan bir live qilib bizga mana shu ko'rsatib bergan bugungi darsda nima qilib chizib savdo qilib ko'rsata olasizmi agar iloji bo'lsa? Real savdo qilaylik demoqchimisiz? Live savdo? Hozirgi darsda real savdoda shunday chizmalar bilan tasdiqlab ko'rsatib, mana shunday bo'ldi deb ko'rsata olasizmi? MetaTrader'dan demoqchimisiz? Скорее всего, qaysi biri o'zingizga qulay bo'lsa, bizga ham yengilroq qilib o'rgatib qo'ysangiz demoqchiman. Har bitta darsda taklif berayin. O'rgatgan narsangizni live'da ko'rsatsangiz. Agar vaqt bo'lsa, vaqt bo'lmasa, normal, yaxshi tushunyapsiz. Yo, конечно, anaqa qilib qilsak bo'ladi, lekin yaxshi ideya. O'zi milliongacha qilishda asosiy maqsad ham shu edi. Live savdo qilishimiz kerak. Live savdoga ulgurmaganim uchun copy trade qilib qo'yib qoldim-da, to'g'risi. 80. Copy trade ishga tushdimi? Copy trade. Ha, shotdi. Men bexabar qoldim-ku. Sen trade qilib qo'yganman, Firdaus. Ha, nimadan o'tdingizlar? Kimdir nimadan savol berdi? Qarang, boya siz tashlagan silkadan nimadan o'tganda brokerdan meni telefon raqamimga kod kelmayapti-da. Вообще 4-5 kun bo'lib ketdi-da. Umuman support yozing. Support yozgandim. Inglizcha yozyapti. Men qaytarib inglizcha yoza olmayapman-da. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Ayollarimiz bilan uzr kech bo'lganida bezovta qildim. Aka, bir necha kishi yozyapti menga registratsiya bo'lgan vaqti, juda ko'pchilikka pochtasiga va telefon raqamiga SMS kelmayotgan ekan. Shuni nima qilsak bo'ladi aka? Supportga yozsa, ko'pchilik inglizcha yozyapti, endi ko'pchilik tushunmaydi.